Yaxshiyam shu ukam borda. Yutuqlari Lyuboy qizni oldida bez makyaj undan chiroyliligi to'g'risida maqtana oladi. Lyuboy uka bilan kim ko'p kaltayish o'ynab beradi, chunki men ukam yengil vaznda kaltayish bo'yicha planeta chempioni. Kimdir men ukam yutsin qonida to'shni doping aniqlanadi. Chunki buncha kaltakka eshagam o'zi bismaydi pichoq tortaveradi. Odam bolasi bunaqa kaltayish mumkin. Eng qizig'i o'zingiznikidek-da u. Haligi bir kun kelib xotinim ham dash unaqa bo'lmasa kerak. Uka o'zingizni buyumingizdek turadi. Hech kimga bor jalba. Chunki unga tushuntirilgan yoshligini. Akang to'g'risida akang yo'q joyda bo'lsa ham yomon gapirishing bu gunoh deb. Uji sen do'zaxga tushasan deb tushuntirilgan. Akasi tomonidan kutishlar shu suvli bilan. Hamma qo'yapti, yoshlar sun'iy intellektga berilib qolyapti. Bu yomon deb. Men qo'ymayman. Men ukam sun'iy intellekt yo'qdir, o'zining intellektini ham ishlatmaydi ba'zida. Shuning uchun cho'chimayman.